ertalabdan Farg'onani sentrida odamlar ko'p, shov-shuv bo'lyapti, mashinalar ko'p, gilomlarni ham tashqariga olib chiqib tashlashibdi. Nima bo'ldi so'rasam, shayx gilamlar yopilyapti ekan. Shayx gilomlari gilomlarni kelgan tan narxiga berib yuborishyapti ekan. Hozir ichkariga kirib batafsil ma'lumot beraman. Barcha gilomlaring yangi tovarlar, eski astetga tovarlar, bas do'kon yopilyapti. Shuning uchun egalari tan narxida berib yuborishyapti. 3 ga 4 gilom 700 ming, 800 ming so'm sotilgan. Hozirda 490 ming so'mga xarid qilsalaring bo'ladi. Do'konda podval qismini ham ko'rsataman. U yerda ham assortiment juda ko'p. Ko'rib turgan kavrali gilomlaring eni 3,5 metr 450 ming, 400 ming so'm sotilgan. Hozirda 250 mingga tan narxida xarid qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari daroshkalarda ham har xil keng assortimenti bor ekan. Gilomlarni ko'rib turibsizlar. Amal qilish muddati 19-sentyabrdan 29-sentyabrgacha gilom olaman deganlarga jo'natib qo'yamiz. Adresi Farg'ona shahridan kelishda Infinbankda ro'parasida Shayx gilomlari.